Ko'rib turgan buqangizga kuniga 16,5 ming so'm rasxod qilib, o'yiga esa 1 million so'm toza saf daromad qilyapti desam, ishonasizmi? Agarda ishonmasangiz, videoni oxirigacha ko'rib kanalga obuna bo'ling. Bu haqida sizga to'liq ma'lumot beramiz. Ikkita hayvon bir kunlik, ya'ni 2 mahal ichadigan atalasi 15,300 so'mga tayyor bo'lyapti. Buning tarkibi 1 kilogramm makka uni, 1 kilogramm bug'doy yormasi hamda 1 kg 200 gramm guruchning maydalangani, ya'ni oqshoq. Bundan tashqari 1 kilogramm olma qoqi hamda 1 kilogramm qotgan non qo'shiladi. Qo'shimcha ravishda ikkita novvosimiz bir kunda 4 kilogramm somon, 20 kilogramm silos, 2 kilogramm kepak yeydi. Bir qozon atalarimiz 15,300 so'mga to'g'ri kelyapti. Qo'shimcha ozuqa 18,000 so'm. Jami ozuqasi 33,300 so'm bo'lyapti. Ikkita hayvonga bo'ladigan bo'lsak, o'rtacha 16,5 mingdan to'g'ri keladi. Ko'rib turgan ikkita buqangiz 6 oy oldin 31 million so'mga olingan. Hozirgi kunda baholanayotgan narxi bo'lsa 50 million so'm. Bularga 6 oy davomida 500 ming so'mdan har bittasiga rasxod qilingan. Shunda egasiga qancha sof foyda qolyapti-yu, mollarga esa qancha rasxod qilinyapti? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ushbu videoni molidan foyda ola olmayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Kanalga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, chorvangiz uchun foydali ma'lumotlar chiqarib boramiz.